En ahırkı leksimiz hürmetli vatandaşlar, şamanlı yoksulluk gördünüz mü? En ahırkı tepsilatlan bekletildi. Prezident Trump, Xi Jinping bilen görüşke tayyorlandı. Mavzulu haber 11-25 gün Amerika Xitoy Tor beti e'lon qildi. Bloomberg agentligining xabar qilishiga davlat yig'inikilar hafta bu mezgilde o'tkaziladigan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Xi Jinpingning suhbati ham oxirgi bosqichga kirib keldi. Amerika Jungo taraf dal hozir o'tkaziladigan suhbatning detallarini belgilayapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump haftaning 4-kuni mundaq ko'rsatdi. Men suhbatga to'liq tayyorlanib qo'ydim. Jungo taraf amaldorlar ham Jungoning rais Xi Jinpingning ziyoratga chiqish tartiblarini e'lon qildi. Taxminan bir haftadan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo ikki davlat rahbarlarini Argentinada Buenos Aires shahrida 20 davlat yig'ini mezgilida qo'sh taraflar suhbat o'tkazdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men bu suhbatga tayyorlik qilib qo'ydim. Özümün bir ömrüde dal şu iş için tayyorlik qildim. Manga qaranga vatandaş anlag'ay. Demek Prezident Trump nima deydi? Men bu suhbatga tayyorlik qilib qo'ydim. Özümün bir ömrüde dal şu iş için tayyorlik qildim. Jungoning Amerikadan foydalanib adolatsiz savdo qiliqlari bilan shug'ullangan tafsilotlarga sonliq ma'lumotlarga xabarim bor. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Mening Xi Jinping bilan munosabatim yaxshi. Men Xi Jinpingni yaxshi ko'raman. Xi Jinping ham meni yaxshi ko'radi. Gerçi biz bu ishlarni qilishdan burun yaxshi ko'rishlar ozayib qolgan bo'lsin. Prezident Trump bu gaplarni so'zlaganda bu yil 7-oydan boshlab Jungo tovarlarga aslab bosh qo'ygan tadbirlarni nazarda tutgan bo'lishi kerak. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari qiymati 200 milliard 500 million dollarlik tovar